Bugun men sizga juda muhim ogohlantirish bermoqchiman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar sizga tegishli bo'lsa ham, ariza bermasangiz, ularni olmaysiz. Ya'ni davlat o'zi bilib beradi, tizim avtomatik hisoblaydi. Menga baribir tushadi deb kutib o'tirsangiz, oylar davomida pul yo'qotishingiz mumkin. Bu ma'lumot pensionerga ham, nogironligi bo'lgan shaxsga ham, farzandi bor oilaga ham, kam ta'minlangan oilaga ham, boquvchisini yo'qotganlarga ham, ish joyida qo'shimcha ustama kutayotganlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun qaysi to'lovlar arizasiz berilmasligi avval qanday bo'lgan? Hozir nima o'zgargan? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qanday hujjat tayyorlash kerak va arizani qayerga topshirish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka real pulini saqlab qolishga yordam beradi. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan xatolardan biri shuki, odamlar o'zlariga tegishli to'lovni avtomatik chiqadi deb o'ylashadi. Lekin ijtimoiy to'lovlar, pensiya ustamalari, kompensatsiyalar, ayrim nafaqalar va ish haqi bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlarning hammasi ham avtomatik belgilanmaydi. Ba'zilarda davlat organi ma'lumotlarni bazadan ko'radi va o'zi hisoblaydi. Lekin ko'p hollarda sizning huquqingiz borligini tasdiqlovchi holatni aynan siz bildirmasangiz, hech kim sizning nomingizdan ariza yozmaydi. Avvallari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilardi. Masalan, fuqaro mahallaga borardi, keyin tuman bo'limiga borardi, keyin alohida ma'lumotnoma olib kelardi, keyin komissiya ko'rardi. Bu jarayonda falon to'lov bor, ariza yozing deb og'zaki aytib qo'yishardi. Bugun esa ko'p narsa elektron tizimga o'tdi. Bu yaxshi tomoni, navbatlar kamayadi, hujjatlar bazadan olinadi, ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Lekin yomon tomoni ham bor. Odam elektron tizim bor ekan, demak hammasi o'zi bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida esa elektron tizim ariza kiritilgandan keyin ishlaydi. Masalan, sizning oilangizda yangi holat paydo bo'ldi. Farzand tug'ildi, nogironlik belgilandi, boquvchi vafot etdi, pensiya yoshiga yetdingiz, ish stajingiz tasdiqlandi, zararli mehnat sharoitida ishlaganingiz aniqlashtirildi. Farzandingiz nogironligi bo'lgan bola sifatida ro'yxatga olindi yoki daromadingiz kamaydi. Bu holatlarning har biri qo'shimcha to'lovga asos bo'lishi mumkin. Lekin asos borligi bilan pul avtomatik keladi degani emas. Ko'p holatda siz ariza berasiz, arizaga hujjat ilova qilasiz, mas'ul tashkilot tekshiradi. Keyin to'lov belgilanadi. Birinchi navbatda pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Pensiya oladigan odamning hayotida turli o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topilishi, ilgari hisobga olinmagan ish davri aniqlanishi, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lishi, nogironlik guruhi o'zgarishi yoki alohida maqom berilishi. Bunday holatlarda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin siz mening eski ish joyim yopilib ketgan, baribir foydasi yo'q deb yuraversangiz, arxidan topilishi mumkin bo'lgan hujjat sababli pensiyangiz oshmasdan qoladi. Oddiy misol keltiraman. Bir otaxon 62 yoshida pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganda uning 25 yillik staji hisobga olingan. Oradan 2 yil o'tib, eski zavoddagi yana 6 yillik ish staji arxivdan topilgan. Agar u ariza bilan murojaat qilsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, pensiyasi oyiga 2 million 100 ming so'm bo'lgan bo'lsa, qo'shimcha staj hisobga olinishi natijasida 2 million 300 ming yoki 2 million 400 ming so'mga chiqishi ehtimoli bor. Farq oyiga 200-300 ming so'm bo'lsa ham, bir yilda 2 million 400 mingdan 3 million 600 ming so'mgacha pul degani. Lekin otaxon ariza bermasa, tizim o'zidan o'zi sizda yana 6 yil staj topildi deb pensiyani oshirib qo'ymaydi. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oila a'zolari. Nogironlik belgilanganda asosiy pensiya yoki nafaqa masalasi ko'riladi. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha kompensatsiyalar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, kommunal yoki boshqa imtiyozlar, transport yoki dori-darmon bilan bog'liq yengilliklar bo'lishi mumkin. Har bir to'lovning tartibi alohida. Kimdir nogironlik guvohnomasi olgan zahoti hamma to'lovlar bir kunda tushadi deb o'ylaydi. Yo'q. Bunday emas. Ba'zilarga tibbiy xulosa yetarli, ba'zilarga ijtimoiy himoya organiga ariza kerak, ba'zilarida mahalla orqali ko'rib chiqiladi, ba'zilarida alohida platforma orqali murojaat qilinadi. Masalan, ona 10 yoshli nogironligi bo'lgan farzandiga qaraydi. U ishlay olmayapti. Chunki bolani doimiy
parvarish qilish kerak. Ayrim parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar bo'lishi mumkin. Lekin ona bolamning nogironligi bor, ular biladi deb bir yil ariza bermasa, o'sha davr uchun pulni to'lab olish masalasi murakkablashadi. Ko'p to'lovlarda pul ariza berilgan kundan yoki qaror qabul qilingan oydan boshlab belgilanadi. Demak, kechgan har oy real yo'qotish. 3-guruh farzandli oilalar. Bola tug'ilganda bola parvarishi, bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, yolg'iz ona yoki boquvchisini yo'qotgan oila bilan bog'liq to'lovlar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham asosiy shart shuki, sizning holatingiz tizimda ko'rinishi va ariza bilan tasdiqlanishi kerak. Mahalla biladi, qo'shnilar biladi. Oilamiz qiynalganini hamma ko'rib turibdi degan gap yetarli emas. Rasmiy to'lov, rasmiy ariza va rasmiy tekshiruv asosida beriladi. Hayotiy misol, oilada 3 farzand bor, ota vaqtincha ishsiz, ona dekret ta'tilida. Oilaning daromadi kamaygan. Ular bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamga haqli bo'lishi mumkin. Lekin ariza bermasdan 6 oy kutishadi. Keyin qo'shnidan eshitib mahallaga borishadi. Ariza ko'rib chiqiladi, daromadlar tekshiriladi. Mezonlarga to'g'ri kelsa to'lov belgilanadi. Agar to'lov oyiga 500 ming so'm bo'lsa, 6 oy kechikish 3 million so'm imkoniyatni boy berish degani bo'lishi mumkin. Bu pulga bolaga kiyim, oziq-ovqat, dori, maktab anjomlari olish mumkin edi. 4-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu masalada odamlar ko'pincha ruhiy og'ir holatda bo'ladi, hujjat ortidan yurishga kuchi yetmaydi. Lekin aynan shunday paytda huquqlarni bilish juda muhim. Agar oila boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, farzandlar mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i yoki ota-onasi tegishli pensiya yoki nafaqa masalasida murojaat qilishi mumkin. Bu ham odatda ariza bilan boshlanadi. Vafot etgan shaxsning ish staji, daromadi, oila tarkibi, farzandlarning yoshi, o'qishi kabi ma'lumotlar ta'sir qiladi. Misol uchun, ota vafot etdi, o'rtada 2 nafar voyaga yetmagan farzand qoldi. Ona menga hech kim aytmadi deb 8 oy yurdi. Keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa bo'lishi mumkinligini bildi. Mana shu 8 oy ichida oila qarzga kirgan, kommunal to'lovlar yig'ilgan. Bolalarning ehtiyojlari ortga surilgan. Shuning uchun men doim aytaman, oila tarkibida katta o'zgarish bo'lsa, darhol mas'ul organga borib, menga qaysi to'lovlar tegishli bo'lishi mumkin deb yozma murojaat qiling. 5-guruh ishlayotgan fuqarolar. Ko'pchilik ijtimoiy to'lovlar deganda faqat pensiya va nafaqani tushunadi. Aslida ish joyida ham ariza talab qilinadigan qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat ta'tili puli, moddiy yordam, tungi smena uchun ustama, bayram yoki dam olish kunidagi ish uchun qo'shimcha haq, zararli sharoitda ishlaganlik uchun ustama, xizmat safari xarajatlari, farzand tug'ilishi munosabati bilan beriladigan yordam. Vafot etgan yaqin qarindosh uchun moddiy yordam, o'qish ta'tili bilan bog'liq to'lovlar. Ba'zilari ish beruvchining buyrug'i asosida avtomatik yuradi. Lekin ba'zilarda siz ariza yozishingiz shart. Masalan, xodim dam olish kunida ishga chaqirildi. Rahbar keyin hisoblaymiz dedi. Xodim esa na buyruq nusxasini oldi, na tabelda belgilanganini tekshirdi, na qo'shimcha haq bo'yicha ariza berdi. Oy oxirida oddiy oylik tushdi. Keyin bahs boshlanadi. Ish beruvchi rasmiy topshiriq bo'lmagan dedi. Xodim men ishlaganman dedi. Shuning uchun men maslahat beraman. Dam olish kuni, bayram kuni, tungi smena, ortiqcha ish vaqti bo'lsa, albatta yozma iz qoldiring. Hech bo'lmasa elektron xabar, buyruq, tabel, ariza rahbarning tasdig'i bo'lsin. Agar sizning hayotingizda oxirgi 1 yil ichida quyidagi holatlardan biri bo'lgan bo'lsa, siz albatta tekshirib ko'rishingiz kerak. Pensiyaga chiqqansiz, nogironlik olgansiz yoki guruhingiz o'zgargan, farzand tug'ilgan, boquvchi vafot etgan, ishni yo'qotgansiz, daromadingiz keskin kamaygan, oilangiz tarkibi o'zgargan, farzandingiz oliy ta'limda kunduzgi o'qishga kirgan yoki o'qishni tugatgan, eski ish stajingiz bo'yicha hujjat topilgan, mehnat sharoitingiz zararli yoki og'ir bo'lgan, ish joyingizda qo'shimcha vazifa bajargansiz. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizga to'lov allaqachon tayinlangan bo'lsa, miqdor bo'yicha qaror nusxasi qo'lingizda bo'lsa, bank kartangizga har oy tushayotgan bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda yoki tegishli tashkilot ma'lumotnomasida to'lov turi ko'rsatilgan bo'lsa, unda vahima qilish shart emas. Lekin baribir yilga kamida 1 marta tekshirish zarar qilmaydi. Chunki qonunchilik, mezonlar, eng kam miqdorlar, ustama shartlari o'zgarishi mumkin. Eng muhim nozik jihat, har bir to'lovning boshlanish sanasi har xil bo'lishi mumkin.
Ba'zi to'lovlar huquq paydo bo'lgan kundan, ba'zilari ariza bergan kundan, ba'zilari keyingi oydan, ba'zilari komissiya qaroridan keyin boshlanadi. Mana shu farq juda katta ahamiyatga ega. Siz men yanvardan beri haqliman desangiz ham, tartibda ariza berilgan oydan boshlab deb yozilgan bo'lsa, avgust ariza bersangiz, yanvar-iyul uchun to'lovni olmasligingiz mumkin. Shuning uchun arizani kechiktirmang. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki murojaat bilan yozma ariza bir xil emas. Siz mahallaga borib so'ragan bo'lishingiz mumkin, telefon qilgan bo'lishingiz mumkin, tanish xodimga aytgan bo'lishingiz mumkin. Lekin rasmiy ariza ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, keyin isbotlash qiyin. Men doim shuni tavsiya qilaman. Ariza topshirganingizda kirim raqamini oling, sanasini yozib qo'ying. Elektron murojaat bo'lsa skrinshot saqlang, qog'oz ariza bo'lsa nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydiring. Uchinchi nozik jihat, hujjat yetishmasa, ariza bermay turish xato. Ko'pchilik hamma hujjatni yig'ib olay, keyin boraman deb vaqt yo'qotadi. To'g'ri yo'l, avval murojaat qiling, qaysi hujjat kerakligini aniq ro'yxat qilib oling, keyin yetishmayotganini to'ldiring. Chunki ayrim holatlarda aynan birinchi murojaat sanasi muhim bo'ladi. Masalan, siz bugun ariza berdingiz, bitta ma'lumotnoma yetishmadi. Sizga uni olib kelish uchun muddat beriladi. Bu arizangizning sanasini saqlab qolishi mumkin. Lekin siz ma'lumotnoma izlab 2 oy yursangiz va keyin ariza bersangiz, 2 oy yo'qoladi. To'rtinchi nozik jihat, oilaviy daromad noto'g'ri ko'rsatilsa, rad javobi kelishi yoki keyin to'lov qaytarib olinishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan yordamda bankdagi tushumlar, rasmiy ish haqi, pensiya, aliment, tadbirkorlik daromadi, mol mulk holati kabi ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Yishirib qo'ysam bo'ladi degan fikr juda xavfli. Agar keyin noto'g'ri ma'lumot aniqlansa, nafaqat to'lov to'xtatiladi, balki ortiqcha olingan pulni qaytarish talabi ham bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, propiska, yashash manzili va haqiqatda yashash joyi masalasi. Ayrim to'lovlar mahalla, tuman yoki yashash manzili bo'yicha ko'rib chiqiladi. Siz bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasangiz, hujjat topshirishda chalkashlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza berayotganda aniq ayting. Rasmiy ro'yxat manzilim mana bu. Haqiqatda yashayotgan manzilim mana bu. Kerak bo'lsa, ijarada turish, vaqtincha yashash yoki oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlarni to'g'rilang. 6-nozik jihat, bank kartasi va hisob raqami. Ba'zan to'lov tayinlangan bo'ladi, lekin odam pul tushmayapti deb o'ylaydi. Sababi karta yopilgan, hisob raqami noto'g'ri, bank rekviziti o'zgargan, karta muddati tugagan yoki bloklangan bo'ladi. Shuning uchun ariza topshirayotganda bank ma'lumotlarini to'g'ri yozing. Agar karta almashtirilsa, mas'ul tashkilotga xabar bering. Aks holda to'lov qaytib ketishi yoki kechikishi mumkin. Birinchi qadam, o'zingizdagi holatni yozib chiqing. Men kimman? Pensionermanmi, ishlayapmanmi, ishsizmanmi, farzandim bormi, nogironlik bormi, o'quvchisini yo'qotganmanmi, daromadim kamayganmi, eski stajim bormi? Oddiy daftar olib, oxirgi bir necha oyda hayotingizda bo'lgan o'zgarishlarni yozing. Ko'p to'lovlar aynan o'zgarishdan keyin paydo bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSH, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'yicha xulosa, o'lim guvohnomasi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomasi, bank karta rekvizitlari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, aliment bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shu atrofida bo'ladi. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Pensiya va pensiyaga oid qayta hisoblash masalalarida pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilinadi. Ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, bolalar puli, ehtiyojmandlik bilan bog'liq masalalarda mahalla va ijtimoiy himoya tizimi orqali murojaat qilinadi. Ish haqi va ustamalar bo'yicha esa avvalo ish beruvchining kadrlar bo'limi, buxgalteriya yoki rahbariyatiga yozma ariza beriladi. Agar javob bo'lmasa yoki haq to'lanmasa, mehnat inspeksiyasi yoki sud tartibi masalasi ko'riladi. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Masalan, men falonchi menga tegishli qo'shimcha to'lovni tayinlash yoki qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Asos, falon sonda nogironlik belgilangan, falon sonda farzand tug'ilgan, falon davrdagi ish stajimni tasdiqlovchi hujjat ilova qilinmoqda,
falon sanalarda dam olish kunlari ishlaganman. Ilova hujjatlar ro'yxati. Shunday yozilsa, mas'ul xodim nimani ko'rish kerakligini aniq tushunadi. 5-qadam. Arizani ro'yxatdan o'tkazing. Agar qog'ozda topshirsangiz, ariza nusxasiga qabul qilingan sana, kirim raqami, qabul qilgan xodim imzosi yoki muhrini oldiring. Agar onlayn topshirsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telegram orqali yozib qo'yishning o'zi yetarli emas, agar u rasmiy kanal bo'lmasa. Telefon orqali aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. 6-qadam, muddatlarni kuzating. Har bir ariza bo'yicha ko'rib chiqish muddati bor. Agar muddat o'tib ketsa, nima bo'ldi deb og'zaki so'rash bilan cheklanmang. Yozma ravishda javob talab qiling. Rad javobi kelsa, rad etish sababi yozilgan bo'lishi kerak. Sizga to'g'ri kelmaydi degan umumiy gap yetarli emas. Sabab aniq bo'lsin. Daromad mezondan oshganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Staj tasdiqlanmadimi? Oila tarkibi mos kelmayaptimi? Muddat o'tganmi? 7-qadam. Rad javobini ham tekshiring. Rad javobi har doim ham oxirgi nuqta emas. Ba'zan hujjat noto'g'ri topshirilgan bo'ladi. Ba'zan tizimda ma'lumot chiqmagan bo'ladi. Ba'zan eski familiya, noto'g'ri tug'ilgan sana. Shir xatosi sababli ma'lumot topilmaydi. Bunday holatda xatoni tuzatib, qayta murojaat qilish mumkin. Agar sog' ekaningizga ishonchingiz komil bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qilish yoki huquqiy maslahat olish kerak. 8-qadam. Har oy tushayotgan pulni tekshiring. Ko'pchilik karta balansiga qaraydi, lekin nima uchun qancha tushganini bilmaydi. Pensiyami, ustamami, nafaqami, kompensatsiyami, ish haqimi ajratib bo'ling. Agar oldin 2.500.000 ming tushgan bo'lsa, keyin 2.500.000 ming tushsa, darhol sababini so'rang. To'lov kamayganda ham, to'xtaganda ham yozma izoh talab qiling. Yana bir muhim maslahat, hujjatlaringizni tartibga soling. Alohida papka qiling. Unda pasport nusxasi, farzandlar hujjatlari, mehnat hujjatlari, tibbiy xulosalar, ariza nusxalari, javob xatlari, bank rekvizitlari, sud yoki aliment hujjatlari bo'lsin. Hamma narsa telefon rasmlarida aralashib yotsa, kerak paytda topa olmaysiz. Bir hujjatni topa olmaganingiz uchun ariza kechiksa, yana pul yo'qotasiz. Bugungi asosiy fikr shunday. Sizga tegishli qo'shimcha to'lov bor bo'lishi mumkin, lekin arizasiz u avtomatik berilmasligi mumkin. Pensiya qayta hisoblanishi, ijtimoiy nafaqa, bolalar puli, parvarish to'lovi, moddiy yordam, ish joyidagi ustama yoki kompensatsiya. Bularning ko'pida rasmiy murojaat juda muhim. Kechikkan har oy esa sizning oilangiz budjetidan ketgan pul bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugunoq o'z holatingizni tekshiring. Hujjatlaringizni yig'ing. Qayerga murojaat qilish kerakligini aniqlang va arizani rasmiy topshiring. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday to'lovni ololmay yurgan bo'lsa, izohlarni yozing. Qaysi to'lov, qaysi hudud, qanday muammo? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tushuntiraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki huquqini bilgan odam o'ziga tegishli pulni yo'qotmaydi.